moshinchani nima desam bo'ladi, aylantirgan vaqtida negadir juda ham qattiq aylanyapti. Haydab ko'rib ham bir оборот yarim. Mana. Malibuni lazzatini mana shu Gentra'da bemalol his qilaverasizlar. Bo'ldi mana. Bir оборот yarim. Mana. Test qilyapmiz hozir. Xullas, ustakalarimiz mehnatiga gap bo'lishib emas. Remont qilingan tayyor Matiz bor ekan. Endi buni rulni aylanishini ko'ramiz hozir. Rulni aylanishini qaraysiz. Bitta qo'lda. Aslida bu buzilmagan. O'zini zavodskoy xuddi shunaqa. Endi baribir zavodskoyda Malibu mingandan keyin Gentra'ning rulini bo'lganingizda salgina qattiq tuyuladi. Oldin boshda videoni boshlaganimizda bunaqa holatda emasda ko'rgansizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rib turganlaringiz Gentra avtomobili 45 ming kilometr yurgan. Monitorlari avtomat korobka, lekin moshinchani nima desam bo'ladi, aylantirgan vaqtida negadir juda ham qattiq aylanyapti. Haydab ko'rib ham ko'rdik o'zi. Juda ham qattiq. Hozir bir qo'l bilan haydasangiz juda ham qiynalasiz, ochig'i mana. Xuddi Jigulning roli qanaqa bo'ladi? Xuddi o'shanaqa holatda turibdi hozir. Endi buni hozir Navoiy shahrida hozir bitta joyga olib keldik. Ustakalarni o'sha hali surishtirib topib keldim. Ruloviy kolonkani hozir remont qildirish kerak. O'sha bo'yicha hozir usta akalarimiz topib keldik. Shuni videoni chiroyli qilib qilamiz. Tayyor bo'lgan holati bilan hozirgi holatini o'zlaringiz solishtirib ko'rasizlar, tafovutni ko'rasizlar. Hozir qanday holatda bo'lsa, keyin qanday holatda bo'ladi, hammasini bilib olasizlar. Xullas, Gentra avtomobili yozma. Yangi moshincha hali. Hozir buni olib kiramiz. Turgan manzil bilsangizlar, oldin metan kreditga metan qo'yadigan joyni ko'rsatganim xuddi o'sha yerda. Bu tarafdan ko'rsataman, Shirin madaniyat saroyini shundagina ro'parasida turibmiz. Bu tarafda Shirin madaniyat saroyi bo'lsa, bu tarafda Navoiy avtosavdo. Shuni yon boshida o'sha bir qator gaz ballonlarini sinovga o'tkazish va qo'yish xizmatlari, xullas avtoservis, gaz, propan mana shularni yon boshida joylashgan. Hozir mashinani bir ko'ramiz o'zi. Sizlarga tayyor holat bilan solishtirib ko'rsatib o'tamiz. Ustalar ayollarımizdan iltimos qildik. Xudo xolasa mashinani ko'rasizlar, o'zi yongan holat bilan ham. Hozir kranga chiqish jarayonlari bo'lyapti. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilsangizlar, hozir mana shu mashin nechta bilan chiqib ketyapti, qancha rasxod qilindi, hammasini aytib o'taman. Kimgadir sizlar foydali bo'ladi degan umiddaman. O'sha bu narsa bo'yicha hozir men bu narsani bilmaganimda Toshkentga borib remont qildirib kelishim aniq edi. O'shaning uchun Navoiy shahrida o'zida mana qilib berilyapti. Aka, assalomu alaykum. Uzrda aka, endi birdan kamera bilan nima qildik? Rozi bo'lasiz? Shu qilgan ishlaringizni bir yoritib borsak, xalqimizga ham foydali bo'ladi degan maqsadda bir tushuntirib o'tsangiz. Keyin nima qilyapti? Hozir aka rolni burib ko'rdim, juda ham bir og'ir qimilyapti-da. Shuni sababi nimadan bo'ladi aslida? Qanday qilib o'xshatsak bo'ladi? Yechimlari qanday bo'ladi? Ismingiz nima edi aka? Ismim Jasurjon. Jasurjon aka. Aha. Ruloviy kolonkasini olib taxlab, Ruloviy kolonkani usulini qilib, usulini qilinadi. O'sha remontlarni qilamizda, rulni yumshoqqina qilib taxlaymiz. Barmoqchamni uradi shunday. Bo'ldi. Hozirgi holatini ko'rdingizlar, o'zi juda ham qattiq edi. Bitgandan keyingisini ko'ramiz endi.
Deyarli tayyor bo'lib qoldi mashina, xudo xolasa. Hamma remontlari bo'ldi. Bu o'zinikiga usulingni qilib boshqa narsalardan qo'ydingizlar-a? Tayyor o'ziniki chiqmadi. Endi aka o'zinikini remont qilib qo'ysa qanday bo'ladi? Unchalik yengil bo'lmaydimi? Ya yengil qilish xizmati u отдельно. Bu отдельно. O'zini buna yengil qilib qo'yilsa, o'zini holatida bo'ladi, yengil bo'lmaydi. O'zimga xudo xolasa yengil bo'ladigan holatga tashlandi. Yengilgina aylanishda, xudo xolasa. Gentrada ham Malibuni hissiyotini his qilasiz, adrenalin. Rahmat. Xo'p, azizlar. Remont qilingan tayyor Matiz bor ekan. Endi buni rulni aylanishini ko'ramiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Mashincha o'zi bu hali ko'p yurmagan-a? 72 ming. Rulni aylanishini qaraysiz. Bitta qo'lda. Mazami. Gentra avtomobilini ham hozir xuddi shunaqa qilamiz. Zavodskoy bilasizlar, salgina qattiqroq bo'ladi. Malibu minib yurgan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Malibuning roli juda ham yumshoq. Xuddi mana shunaqa qilib aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Aynan Matiz avtomobilida ham o'tirganim gidrolika xuddi shunaqa qilingan. Ko'ryapsizlar, bittagina qilchada kelamandagi mana shunaqa aylantirib, yana burib olib ketaman. Bittagina qo'llamani. Gentra avtomobilni ham hozir xuddi shunaqa qilamiz. Jarayonlarni biz bilan birga kuzatib boravering. Ustaqi qanchalar bo'ladi? Primerni hammasini hozir ko'rib hisoblab aytaveramiz. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Gentra avtomobilni ham hozir xuddi shunaqa qilamiz. Aytizdan qo'lni ko'rib, qanday bo'lishini. Shuni aytayman. Malibuda yuradi komfort qilib. Lekin Gentra menga kelmaydi ko'pchilik odam. Shu roli qattiqlik qiladi. Rol qattiqlik qilyapti, shunga yengilroq kerak. Shuni hisobiga yengillashtiriladi. Ana usta akamiz bilan hozir bir qator shu ishlarni qilib, Gentrani rolini ham xuddi Malibunikiday qilib qo'l aylantiradigan qilamiz. Aslida bu buzilmagan, o'zini zavodskoy xuddi shunaqa. Baribir zavodskoyda Malibu mingandan keyin Gentrani rolini bo'lganingizda salgina qattiqroq tuyuladi. Shuning hisobiga xuddi mana shu xizmatni akalarimiz amalga oshiryapti.
hozir bu jarayon aynan mashinada turgan holati bo'yicha tekshiruv jarayoni aka. Xuddi mana shu yerdan sinovdan o'tsa, mashinaga qo'ygandan отказ qilmaydi hech qachon. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Untuk Xudo xolasa ana bo'ldi. Mashina deyarli tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Buni haydab ko'ramiz hozir. Test qilyapmiz hozir. Oldinga qaraganda yonbosh qilib buradigan bo'ldi o'zi ham. Buni qo'yib beramiz, to'g'ri ketyapti mana. To'g'ri ketyapmiz. Mana. Xullas, ustakalarimiz mexaniga gap bo'lishib emas. Jentramizda bo'ldi. Tayyor holatda bo'ldi. Xullas, bir so'z bilan aytganda Malibu'ni lazzatini xuddi Gentra'da o'tirib ham his qilsak bemalol bo'laveradi. Bemalol. Xizmatlar akamizni xizmatlardan juda ham davolim bo'ldik, xudo xolasa. Ishimizni ham darrov bitkirib berdi. Где-то shu eng oshib borsa necha soatlarda bo'ladi? 5-6 soatlarda bo'lib qoladi. Zo'r ketsa. Juda uzoq ketsa, juda ko'p ketsa 5-6 soatlarda qilib berishadi. Endi ko'pchilikka kelgan aynan qiziquvchi joyi aytib o'tamiz buni ham. Videoni o'tkazmay ko'rasizlar albatta. Tekkanimiz yo'q, o'zi ketyapti mashin. To'liq. Yana. Yumshoqlik, qulaylik jihatdan anchagina Malibu bilan bemalol raqobat bo'lishni bardosh bo'la oladi deb ayta olaman. Sababi bundan oldin chiqqan o'zi Matiz misolida ham ko'rib o'tdik. Agar mehnatlaringizga rozi bo'lasizlik, el xizmatidan charchamang. Kimga shunaqa yumshoqroq kelaversa, kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, kelaveringlar. Mana manzilimiz. Manzil mana Aktan zapravka. Reklamamiz bizni, reklamamiz. Mana bu reklamani o'zi. Kirib kelish jarayonlari. Xullas Aktan zapravka bu tarafda hamma manzilni tushuntirib o'tdik. Kirib kelaverishda xuddi mana shu joydan bemalol mana qildirib ketishingizlar bo'ladi. Aka endi qancha xizmat bo'ldi? Shuni ham aytib o'rsangiz. Bu narxlarimi? Ha, narxlari. Mana shu boshda videoni boshlaganimizda bunaqa holatda mahsuzda ko'rgansizlar. Aka bir barmoqchada aylantirib. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa akaga murojaat qilaverasiz. Akaning ismi Jasur, telefon nomeri ekranda bo'ladi. 1 million so'mga mana shu Gentra avtomobilimiz, xudo xolasa davolen bo'lib chiqib ketyapmiz. Tavsiya qilib qolamiz, kelingizlar Humoyunov kanalidan keluvchi obunachilar uchun alohida 10% gacha xudo xolasa skidka qilib beraman. Jasur akaning o'zi. Xudo xolasa kelsizlar hammasini qilib berishadi. Aka kattakon rahmat. Charchamang, mehnatingizga rozi bo'ling. Xudo xolasa. Mayli. Obunachilarimiz hisobidan kelsa ham bemalol kelishtirib, chiroyli qilib yo'lda qilib berishadi. Bexijolat. Bexijolat. Kelaversin.